Akamga tushuntirsam, lekin menga shu narsa yoqmayapti deyaptilar. Nimaami? Black Piano print qilingan. Iraz barri ko'ryapsizlar, ochiq qora. Shunaqa qop-qora emas. Menga mana shu detallari mana shunaqa tim qora bo'lishi kerak. Mana shu detal, mana shu apishkani past qismlari, mana shu bir xil bo'lsin deyaptilar. Mana shu seriya joylarga qora ko'ji qilib bering, mana bu joylarni ham qora ko'ji qilib bering. Bu plastmassa detallarni qoraga sepib bering. Mana shu joylari bilan qilib bering deyaptilar. Tarpetkalarni polni seriya joyi qolmasin. Boshdan tomini qora qilingan, iraz bu yoqlari qora bo'ldi. Endi etap shu salon qismini, past qismlari, apishka, tarpetka qismlariga keldi. Orqalarida ham xuddi shunaqa mana shu joylari bilan hamma yog'ini qora qilib bering. Bitta o'tirganda borib, maza qilib yuboring. Men o'zi tabiatan seriya rang yoqtirmayman. O'shanga shuni imkoni bormi dedilar, olib ayni joyini bilib kelibsiz dedim. Xudo xolasa ko'nglingizni qilib beraman. Bugun xudo xolasida 6-aprel bo'ladigan bo'lsa, taxminan 3 kun 4 kun mobaynida sizlarga shu mashinani ko'rsatamiz. Eslab qolinglar. Xudo xolasa, shuning uchun mana videoda ko'rsatib o'tdik. Tayyor bo'lgan holatni ham sizga ko'rsatamiz. Nomodoga shunaqa Malibu'ga bar. Samarasiz deydi-yu mana. Samarasiz bilan qo'yilgan ekan, endi qayerda qo'yilgan bilmayman. Xullas samarasiz Malibu'ga bar ustonovka xizmatlari nima xizmat bo'lishidan qat'iy nazar, bemalol elita tuning kelaverasizlar. Eshigimiz sizga doimo ochiq. Yoki siz eshikni ham ochib yuboramiz, aka. Salomat bo'ling. Shu videoga bitta like bosib qo'ysangiz sizdan chiqmasin.